بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. Ey iman etqanlar! Atаңlarning ayollarini miros o'rnida qilib olib, ularni nikohinglarga ilishinglar yoki ularni xohlagan kishilar bilan nikohlanishdan man'i qilishinglar va yoki ularni o'zlari xohlamaydigan kishilarga zo'rlab yotliq qilishinglar to'g'ri emas. Shuningdek, ayollaringlarga bergan mahridan bir qismini yulib olish uchun ularga besim ishlatishinglar to'g'ri emas. Agar ular ochiq bir fohisha ishni qilgan bo'lsa, bu chaqda ularga bergan mahringlarni qaytarib olish uchun ularni tutib tursanglar bo'ladi. Sizlarning ayollaringlarga qiladigan muomalanglar muhabbat va hurmatni asos qilgan va ularning haq-huquqlarini to'liq ado qilgan holda bo'lishi lozim. Agar ularni qaysi bir sababdan yomon ko'rib qolsanglar, buningga sabr qilinglar. Balki sizlar yoqtirmaydigan ishda Alloh ko'p yaxshiliklarni paydo qilishi mumkin.